Lifehack'ni oppodalasini ko'rsatdingmi? Kimga qiziq bo'lsa, like, podpiska, kommentariy yozib qo'yinglar. Kimga nima qiziqligi haqida. Xo'p, switchani nahotda tekshirishni eng oson yo'li. Mashina ikkinchi skorostda 1000 оборот. Okey, gazni riski oxirigacha bosasiz. Hop, 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 ana siltalab tashlayapti mashina. Qo'yib yuboring. Оборот pastga tushiring yana. Tormozni bosib tushadi. Yana oxirigacha gazni bosing. Hop, 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 ana yurmayapti mashina. Siltalayapti. Switchani eng oson tekshirish yo'li mana shunaqa bo'ladi. Spark switchani necha oldik? Mana bu. Switchlar kuyib ketgan. Srogodan o'tib ketib qolgan. Mana switch ahvoli. Ushtuklari ham qotgan, yorilgan, buni almashtirish kerak. Switchani o'zi sopolli sinib ketgan, ko'chib ketgan joylardan tashagan. Buni almashtiring. Bizning manzil Qahramon klubdan Hasanboyga yurganda Astonof Putgashdan o'q qo'ldagi birinchi servis.